Hurmatli obunachilar, bugun sizlar bilan yana o'sha dolzarb mavzularimizdan biri oldingi xochsimon bog'lamni avtoplastika qilishda qaysi uslubdan foydalangan ma'qul degan tema bilan gaplashamiz. Hozirgi kunda O'zbekiston bo'yicha eng rivojlangan, eng keng tarqalgan usul bu o'sha oldingi xochsimon bog'lamni tiklashda tepaga pugvitsa, pastga vint qo'yish usuli hisoblanadi. Ya'ni mana tepaga tugmacha, pastga bo'lsa vint qoplanadi. Albatta aytib o'tish joizki, bu yerda vintni ham har xil turi bor. Ya'ni kim juda ko'pchilik, Xudoga shukr, bunaqangi so'rilib ketadigan vintlardan foydalanishsa, lekin haligacha ba'zi vrachlarimiz temir vintlardan ham foydalanib turgan turlari bor. Ya'ni titanoviy bo'ladi. Bularda ichida eng yaxshisi har doimgidek baribir shu so'rilib ketadigan vintlar hisoblanadi. Biabsorbable screws deydi. O'sha so'rilib ketgani yaxshi. Temirni olish oson, lekin eng yomoni, ayniqsa reviziya uchun muhim rol o'ynaydigani pik degan narsadan tayyorlangan, ya'ni poliefir ketonoviymi shunaqangi bo'ladi. Tarjimasi xullas pik deyiladi, plastmassa. Soddat qilib o'zbekchada aytsak, sizlarga plastmassani chiqarib olish ham qiyin bo'ladi. Uni reviziyasini siz yana qayta tramol olib oldingi xochsimon bog'lamingizni jarohatlaydigan bo'lsangiz, uni olib tashlash ham, uni ustidan sverlit qilish ham vobshe azob narsa hisoblanadi. Xo'p, endi aytib o'tganimdek, eng keng tarqalgani, ya'ni tepaga pugvitsa, pastga vint va payda transplantatni o'zi qotiriladi. Bu eng keng tarqalgani, lekin eng zo'ri degani emas. Men qayta bu temani ochaveraman. Sababi hozirgi kunda baribir eng zamonaviysi pay, tepaga, pastga pugvitsa karbonoviy, payda yoniga qo'shimchasiga internal brace qilib, o'sha fiber type degan ipimizni o'tqizish, ya'ni karkas to'qish. Bunda baribir yana ham baquvvatroq chiqadi. Hozir bu yerda rasmlarni izlab ko'ramiz. Xullas kalom, bu yerda qanday bo'ladi deydigan bo'lsangiz, tepaga ham, pastga ham tugmacha qo'yiladi. Suyakni ichiga hech narsa qotirilmaydi, payda o'zi qoladi. Qo'shimchasiga o'sha Artrex'da fiber type degan ipi o'tkaziladi. Hozir misol tariqasida sizlarga mana Gemini. Bu meni gapim emas. Geminida so'ralgan temani ko'rsataman. Oldingi xochsimon bog'lamni tiklash operatsiyasida pugvitsa vintdan foydalangan yaxshimi yoki ikki tomonga pugvitsa qo'yib fiber type bilan internal brace qilgan yaxshimi? Nimani iskusun intellekt bergan javobni qaranglar. Pugvitsa va vint, ya'ni an'anaviy, to'g'ri, hamma ko'p tarqalgan afzalliklari ko'p yillardan beri qo'llanib keladi. Yaxshi o'rganilgan, samaradorligi yaxshi, jarrohlar orasida keng tarqalgan, yaxshi o'zlashtirilgan. Kamchiliklari: tiklanish jarayoni birmuncha uzoqroq bo'ladi, chunki конечно bu yerda fiber type yo'q, unaqangi quvvat beradigan va pugvitsa yoki vint ko'pincha siljishi ham mumkin sразу ko'rsa. Xo'p, endi ikkita tomonga fiber type qo'yib turib internal brace qilganda tezroq tiklanadi. Birinchi o'rinda bemorlar birinchi kundanoq 90 gradusgacha bukishlari mumkin. Meni o'zim, misol operatsiya paytini o'zidayoq 90 gradusgacha bukib tekshirib olaman, чтобы qanchalik baquvvatligini tekshirish uchun. Xo'p, an'anaviy usullarda bunga 3 hafta, 4 hafta ketadi. Kamroq og'riq, chunki mahkam baquvvat bo'lib turgandan keyin, конечно, og'riq ham kam bo'ladi. Suyaklar ko'proq saqlanadi. Chunki buni vintni qotirganda suyakni ichi yana ham kengayadi. O'zi payda o'tkazish uchun suyakni teshuvdingiz, yana qo'shimchasiga vintni вкручивать qilib qotirganingizni suyakni ichidagi teshikni kattalashtiradi. Bu ertadanki reviziyangizda rol o'ynaydi. Ya'ni o'sha tibial yoki balshevesov, ya'ni katta boldir suyagidagi kanalni kattalashi ertadanki reviziyangizda bir etap yoki ikki etap bo'lib ketishiga operatsiyangizni olib kelishi mumkin. Muvaffaqiyatli darajasi, ya'ni 98% gacha yetishi mumkin. Xudoga shukr, men shu paytgacha nechta operatsiya qilgan bo'lsam, fiber type bilan hali hech qachon proval bo'lgan yo'q. Hammasi zo'r, rezultatlari ham yaxshi. Fiber type qo'yilgan hisobiga pay cho'zilishdan himoyalanadi, pay uzilib ketishidan oldini oladi. Chunki pay bilamizki, 3 oyda ligamentizatsiya bo'ladi. 3 oydan 6 oygacha. Misol uchun hammaniki ham 3 oyda 100% ligamentizatsiya bo'lib, o'sha nima suyakka birlashib ketmaydi. Xo'p, endi kamchiliklari, yangi texnologiya, to'g'ri ko'pchilik bilmaydi. Jarrohdan tajriba talab qilinadi, chunki ko'pchilik buni ishlatishni bilmaydi. Endi qaranglar, men sizlarga bitta video ko'rsataman. Mana
yaqinda qilgan bemorim. Mana ko'rib turganlaringdek transplantat qo'shimchasiga mana bu yerda mana ko'm-ko'k qilib fiber type da o'tkazganman. Mana fiber type. O'sha Arthrex kompaniyasining fiber type ipi. Bu bemorimiz o'zi gavdali, payda transplantati qalinligi ham 10 mm diametrda bo'lgan. Uchinchisi 10 mm chiqara olmaydi. Bu peroneus longus spinal uchuklab tikilgani. Endi joylashuviga bedrenik komponentda joylashuviga e'tibor bering. Eng zadnisiga. Unchuncha odam zadniga bunchalik yopishtirishga qo'rqadi. PKS kultiyasini sentrdan chiqqan, hech qanday impeachment sindromlar bergani yo'q. Mana oldingi yash simptomni tekshirganda ham вообще baquvvat. Mana sizlarga zamonaviy, ishonchli operatsiya. Misol uchun hech qaysi pugvitsa plus vintda bu darajaga erishish, bunchalik mustahkamlikka erishish men nerealni deb o'ylayman. Tanlovlar ichida misol uchun agar tanlamaslik kerak degan narsa, eng avvalo vrachingiz bilan gaplashishingiz kerak. Ya'ni kim menga pugvitsani qanaqasini qo'yyapsiz, vintlarda qanaqasini qo'yyapsiz deb albatta so'rab olishingiz kerak. Chunki mayli agar o'sha doktoringiz internal brace qilib fiber type bilan qo'yishni bilmas, mayli mana unaqangi pugvitsa bilan vint qo'ymoqchi. Hech bo'lmaganda pugvitsani ham yaxshiroq firmalardagini qo'ydirish kerak. Mana bu vintlarda ham so'rilib ketadigan yaxshi firmalarnikini qo'ydirish kerak. Hech qachon so'rilmaydigan pik degani bilan o'sha temirni qo'ydirmaslik kerak. Har doim o'sha so'rilib ketadiganni qo'ydirish kerak. Eng avvalo shu vrach tanlab turib, o'sha fiber type bilan internal brace qiladigan, tepa pastga pugvitsa qo'ya oladigan vrach bilan ishlaganingiz yaxshi. Sababi o'sha mana suyadi ichida qolgan vintingiz baribir buni suyadi ichini kengayishiga olib keladi. Va reviziyangizda o'zingizga reviziya kimga qiyin? Albatta siz o'zingizga qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham xo'p, mana o'sha boldir suyagidan teshib o'tkaziladi. Shuning uchun men tavsiyam eng yaxshi usul baribir tepa pastga pugvitsa va internal brace qilingani. Xo'p, bu operatsiyalarimiz misol uchun menda hozirgi kunda klinikamda 15 million so'mga tushadi. Buning ichida hamma narsa, yotoq, dori-darmon, narkoz, tekshiruvlar, shu qo'yiladigan implantlar, artezlarda ham dahshat zo'rlari, qo'shimchasiga miostimulyator. Hozir bundan keyingi videomizda o'sha miostimulyator haqida ham gapirib o'tamiz. Ya'ni kim o'sha ko'pchilikda o'sha oldingi qochman bog'lamda avtoplastika qilingandan keyin o'sha son mushaklari ozib qoladi, atrofiya bo'lib, o'shani oldini olishda yangicha usullari haqida gaplashib o'tamiz. Mana bu yerda ham pastga vint, tepaga pugvitsa qilingan. Aytib o'tganimdek, eng nima deydi, keng tarqalgan usul shu, tepaga pugvitsa, pastga vint. Lekin zamon o'zgaryapti, yangiliklar, baquvvatroq usullar chiqyapti. Shuning uchun yaxshiroq, zamonaviyroq, baquvvatroq usullarni tanlashni taklif qilgan bo'lardim. Narxi ham unaqa qimmat emas-ku, mana misol uchun. Hozir uncha klinikaga borib turib, tepasiga pugvitsa, pastga vint qo'yaman desangiz, normalniy firmaniki ham Toshkentlarda 18-20 million, vodiy ichida o'sha 15 million bilan 17 million orasida variatsiya qiladi narx. Misol uchun menda 15 million o'sha sredniy narxda olganman. Zato buning ichida o'sha tepa pastga karbonoviy pugvitsa va o'sha fiber typelar Amerikada ishlab chiqariladi. Payda o'zi ham Etibond degan ip bor, o'shani 5 razmerli iplar bilan baquvvat qilib tikilinadi. Karbon pugvitsalarimiz Xitoydan keladi. Misol uchun terma bo'ladi, to'g'ri. Bitta firma bilan ishlanmaydi. Qaysidir firmani unisi implanti yaxshi, qaysidir firmani bunisi ipi yaxshi, mana shunaqangi terib turib, eng optimal variantda sizga taqdim qilinadi. Ya'ni tepaga pugvitsa, pastga pugvitsa karbon bo'ladi. Xo'p, Etibond 5 razmerli iplari bilan payimiz, transplantatimiz o'sha pugvitsalarga tikiladi. Qo'shimchasiga fiber type amerikanskiy ipi shundan ustiga karkas qilib to'qib o'tkaziladi paydachidan. Bo'ldi. Shu bilan juda ham mustahkam bo'lgan natijaga erisha olamiz bemorlarimizda.